Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xitoy 70 yillik to'yida Uyg'ur muqomini Xitoycha o'rinladi. Xitoyning xalqarodagi obrazi davomli tovanlagan. Turkiya Facebook'ga 1.600.000 lira jarimani qo'ydi. Turmush savodlaridan ma'lumot. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Uyg'ur 12 muqomi, Uyg'ur an'anaviy xalq naqshi musiqalari, Uyg'ur xalqining uzoq tarix davrlaridan buyangi real ijtimoiy turmushining mahsuli va aql madaniyat javharidir. Uyg'ur xalqining qimmatli merosi bo'lgan Uyg'ur 12 muqomining bugungi kunda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan madaniyat qirg'inchilik siyosatining nishoniga aylanganligi o'tirib qo'yilmoqda. Erkin Osiyo radiosi xabarida yaqin kunlarda ijtimoiy taratqulat tarqalgan Xitoy hukumatining Xitoy Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligini tabriklash marosimiga oid bir sahnasining sin ko'rinishida Jabiyat muqomining sahnada Uyg'ur artistlar tomonidan Xitoy tilida o'rindalgandagi hodisa Uyg'urlarning madaniyat san'atini qo'g'dab qilishining ta'xirsizligidan yana bir qatim signal bergan. Asrlardan buyon Uyg'urlarning madaniyat san'at meroslarining javhari bo'lgan 12 muqomni saqlab qolishida necha 10 avlod fidokor san'atkorlarning qon teri singan va ig'ir badallar to'langan edi. Bugungi kelganda muqom varislarini yetishtiradigan maktab va turlar to'xtatilganligi ma'lum. Nurg'un muqomchilar, muzikantlarni lagerlarga qamalgan. Uyg'ur muqom san'atkorlari qizil naqshlarni aytishga, siyosiy hasharlarga majbur bo'layotganligi oshkorlanmoqda. Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan Uyg'urlarning milliy kimligiga qartilgan xitoylashtirishning ularning kiyim-kechak, til, urf-odat, yemak-ichmak hatto ideologiya sohasi va estetik tuyg'usigacha bosib kirib, zo'rlik bilan elib berilayotganligi Uyg'urlarning millat sifatida mavjud bo'lib turishiga ig'ir tahdid solmoqda. Jabiyat muqomining Xitoyning 70 yillik to'yiga hozirlangan san'at numeri sifatida xitoychilashtirilib buzilgan nusxasi Uyg'urlarni bearam qilib qolmay, muqomga ishtiyoq bog'lagan, Uyg'urlarni biladigan va Uyg'ur diyori vaziyatini kuzatib kelayotgan g'arb mutaxassislardan belgilik inkas qo'zg'adi. U vaqtda o'zining o'ylaganlarini bildirgan ilgari Sharq Turkistonda muqom o'rgangan Amerikadagi tadqiqotchi doktor Alice Anderson xonim, garchi Xitoyning tashviqotidan hayron qolmagan bo'lsa-mu, ammo o'zining bearam bo'lganligini, ya'ni Uyg'ur muqomining faqat Uyg'ur tili bilan voyaga yetgan bir tarixiy musiqa merosi bo'lish sifati bilan buning boshqa hech qanday bir tilda estetiklik Uyg'ur tilidek zo'q bermaydiganligini bildirdi. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdul Qarqash apandi mundaq dedi: Xitoy kommunistlari shu qadar rasvo bir hokimiyat ekanki, bizning 1000 yillik madaniy merosimizda ham tab tortmay bundoq cho'ng bir faoliyati Xitoy madaniyati deb sahnaga olib chiqishi ularning naqadar nomussiz ekanligini o'tirg'i chiqardi. Qarqash apandi yana butun dunyodagi Uyg'ur muhojir qarindoshlarga o'zimizning madaniy meroslariga ega bo'lishning navbatdagi muhim xizmatlarning bir qismi ekanligini ta'kidladi. 30 sentabr kuni Kaliforniyadagi Pew markazi har qaysi mamlakatlar haqidagi ro'y sanashning oxirgi natijasini e'lon qildi. Buningda 32 davlatdagi 35 mingdan ortiq kishi ro'y sanash qatnashgan bo'lib, 3 oy davom qilgan. Ro'y sanashda Xitoyning yumshoq kuch sifatidagi obraziga berilgan baho Shimoliy Amerika, G'arbiy Yevropa va Osiyoda o'tgan yillardagidan zo'r darajada to'valgan. Yana kelib Xitoyni izchil maqtab kelayotgan Afrikada, Keniya va Janubiy Afrika Xitoyni yomon ko'rishga yuzlangan. Yana kelib Xitoyni izchil maqtab kelayotgan Afrikada, Keniya va Janubiy Afrika Xitoyni yomon ko'rishga yuzlangan. Bo'libmi Indoneziya, Kanada, Shvetsiya qatorliq davlatlardagi ro'y sanashda Uyg'urlarning lagerlarga qamalishi, diniy e'tiqod erkinligini cheklashi, Hong Kongdagi demokratiya namoyishi, Xitoyning dengizdagi o'ktamligi deganlar sababidan bu davlatlardagi Xitoyga berilgan baho texmi to'valgan. Bo'libmi Amerikaning o'zida ro'y sanash qatnashganlarning 57% Xitoyni salbiy baholagan. Kishilarning xususiy ma'lumotlarini qo'g'dash organi Facebookning ma'lumotlarni qo'g'dash xiloflik qilganlik uchun 1.600.000 lira jarimani jazosi berilganligini e'lon qildi. Kishilarning xususiy ma'lumotlarini qo'g'dash organi Facebook ishlatuvchilariga tava ism, jins, tug'ilgan kuni, to'y qilgan yoki qilmaganligi, o'qish tarixi, diniy ma'lumoti, yurti, turishlik o'rin xaritasi, Facebookda yaqinqi mazgillarda olib borgan izlash faoliyatlari, Facebook ishlatuvchilari ta'qib qilgan 500 ga yaqin oldingi qatordagi hisoblar qatorliq xususiy ma'lumotlarning qo'g'dalmaganligini aniqlab chiqdi. Facebookni turk tilida ishlatadigan 280.959 ishlatuvchining mazkur ma'lumotlarni qo'g'dashga xiloflik qilish qilmishining bevosita ta'siriga uchraganligini bildirgan organ, bu xil ma'lumotlarni qo'g'dashga xiloflik qilish qilmishining sodir bo'lmasligi uchun qonunda belgilangan idoriy va texnik tadbirlarning yo'l qo'yilmaganligi sababidan Facebookka 1.150.000 lira idoriy jarimani jazosi berdi. Uningdan boshqa yana qonunda belgilangan kishilarning to'plangan xususiy ma'lumotlari qonunsiz yo'llar bilan boshqalar tomonidan qo'lga tushirilgan taqdirda ma'lumotga mas'ullar eng qisqa vaqt ichida ma'lumot egasiga xabar yetkazish lozim degan hukm jihatdami Facebookning kishilarni vaqtida ahvoldan xabardor qilmaganligi sababidan 450.000 lira jarimani jazosi berilish qaror qilindi. Kishilarning xususiy ma'lumotlarini qo'g'dashga rioya qilmaganligi sababidan Facebookka jami 1.600.000 lira jarimani jazosi berilgan bo'ldi.
Turmuş savatlardan ma'lumot. Ko'z oson charchaydigan bo'lish. Doim qurib, kech bo'lgandala ko'rish iqtidori yaxshi bo'lmaslik. Kuchlik nurga nisbatan sezgir bo'lib ketish ahvoli ko'riladi. Ko'p narsa yeydigan bo'lib qolish. Görenbez ajritib chiqardigan sho'lgay azlab, og'zi quriydigan bo'lib qolish. Yutish. Chaynash iqtidori ajizlab, yuz qismidagi muskullar bo'shishib, narsa yeganda osonlik qiqilib ketish. Narsa surati ostilab, narsa chaynaganda mag'zining ichki qismidagi go'shtni tishlab olish. Tamga bo'lgan sezgusi kuchliklashib ketish. Odam qiyirganda tam sezgusi ajizlab, purash hujayrasi chekinadi. Yemeklikni yeganda tamsiz bilinadi. Olibmo tatliq, tuzliq bo'lgan sezgusi ajizlaydi. Say qo'rganda osonli tuzliq qilib qo'ydigan tatliq yemeklarni qabul qilish kuchi bir qadar yuqori bo'ladigan ahvollar ko'riladi. Qon besimi burunqidan o'rlash. Yosh cho'ngaygan sari arteriya qaytishga qarab yuzlanib, tariyib, elastiklik nacharlashadi. Qon besimi burunqidan o'rlaydi. Yoshning cho'ngayishiga agishib, böbrek iqtidori ajizlab, natriyni chiqarib etish iqtidoriga ta'sir etib, qon besim tuz sababidan texim o'rlaydi. Bu ipakarlab badan ig'irligi yeniklash. Odam qiyirgandan keyin umurtqa orliq taxsi yigilab, so'ngakning zichligi tövenlaydi. Muskul eqib ketish sur'atining tezlashishini qo'shganda, hujayrədagi suv miqdori azaydi. Bo'y egizligi badan ig'irligi burunqidan tushadi. Kasal bo'lgandan keyin asli kelish sur'ati ostilash. Immunitet iqtidori yoshning cho'ngayishiga agishib nacharlab, yaralanganda yara ig'izining asli kelishi ilgirkidan asta. Zukam bo'lganda yaxshilanish vaqtimi uzraydi. Hojatxonada o'ltirish vaqti uzrab, qitim soni ko'payish. Uchay yo'ldagi muskullarning kuchi yo'q, ham uchay yo'ldagi nerv sistemasini qirib, uchayning lo'mildishi azayib, osonli qavziyat bo'ladigan, dard qilganda qiynaladigan ahvol ko'riladi. Do'saqning sig'imi kichiklab, suylikni tangshab turadigan hormon ajratib chiqarish azayib, kichik dard ko'p bo'lish. Bo'libmi kechida qopib hojatga chiqadigan ahvol ko'paydi. Uyqu odati o'zgarish. Uxlash vaqti ilgirkidan azaydigan, kechida oson uyg'onib, kunduzi to'liqlaydigan ahvol ko'riladi. Yiqilib ketgil tasqaladigan ahvol ko'payish. So'ngakning iqtidori chekinganlikdan muskul kuchi ojizlashib, o'shiq bo'g'imining harakat darajasi kichiklab, yo'l manganda bilib bilmay toponni so'raydigan, yiqilib ketgili tas qoladigan ahvollar ko'riladi. Yo'lning sur'ati ostilash. Yurak, o'pka iqtidori tövallab, muskul kuchi yegilab, tez harakati chekinib, qadam elish burunqidan kichiklaydi. Tez manganda nafas yetishmaydigan, oson herib qoladigan, to'xtab dam oladigan ahvollar ko'riladi. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.